Qadim zamonlarda tog' etagida Ko'ktosh nomli qishloq bor edi. Bu yerni odamlari tabiatni sevar, hayvonlarni ovlashmas, faqat zarurat bo'lsagina ov qilishardi. Shu qishloqda Arslonbek degan yosh ovchi yashardi. U kuchli, dag'al bo'lsa-da, lekin mehribon yigit edi. U har kun tog'larga chiqar, hayvonlarni ov qilish o'rniga ularga yordam berishni xohlardi. Bir kun Arslonbek tog'da sayr qilib yurganda, shu payt g'or yonida qo'rqinchli ovoz eshitildi. Qarasa, g'or burchagida yaralangan bo'ri yotganini ko'rdi. Uning ko'zida qo'rquv va dard bor edi. Arslonbek shoshib kamonini o'qladi va ikkilanib qoldi. O'ldirish kerakmi yoki yordam berish kerakmi? Avvallari Arslonbek kiyik va qushlarga, beozor qushlarga yordam bergan, lekin bunday bahaybat bo'riga birinchi bor duch kelishi edi. Agar bo'ri yarador emas, sog'lom bo'lganida edi, hech ikkilanmay o'qizgan bo'lardi. Lekin qonga belangan yarador bo'rini otib o'ldirish nohaqlikdek tuyuldi. Bo'ri bechora nafasi bo'g'ilib xansirar, ovchiga iltijo qilgandek qarab turardi. Arslonbekning qalbida mehr g'olib keldi. Kamonini asta tushirib, yarador bo'riga yaqinlashdi. Buni ko'rgan bo'ri o'zini orqaga tashladi. Shu payt oyog'ini mahkam qisib turgan qopqon zanjiri sharaqlab ketdi. Bo'ri oyog'i qopqon zarbidan singan, qonga belangandi. Og'riqdan uning boshi va oyoqlari to'xtovsiz qaltirar, holsizlanib, ko'zlari xiralashib qolgandi. Ovchi bo'ri oyog'idagi qopqonni bo'shatmoqchi bo'lib, qo'lini cho'zdi. Buni ko'rgan bo'ri beixtiyor irillab yubordi. Ovchi bo'ri tomon qo'llarini cho'zgan holda, "Biroz sabr qil, men senga yordam bermoqchiman xolos", dedi to'xtab. Bo'ri ovchining juda yaqin turganini ko'rib, o'ylanib qoldi. "Bilaman, menga yordam bermoqchisan, lekin men bo'riman, yirtqich hayvonman. Menga inson yaqinlashganida jim turolmayman. Chunki odamlar bizni eng yomon dushmanimiz bo'ladi. Sen esa menga yordam bermoqchisan. Mayli, agar sog' bo'lganimda seni bu qadar yaqindan ko'rmagan bo'lardim. Biroz jim turmasam bo'lmaydi", o'yladi bo'ri. Bu orada ovchi qopqonni bo'shatdi. Bo'rining joni og'riqdan qutuldi.